Sabitlar, mana Moskvadan Toshkentga navbatdagi avtobusimiz ketish jarayonida. Akalarimiz hozirda dokumentlarni to'g'rilashyapti. Shtobi yo'lga chiqishdan oldin bir qator dokument chatoqlarni tekshirib olamiz. Dokument, aizlar, keling meni olib turing videoga. Chopar akamiz aytmoqda. Dokument yo'qlar. Hozir men patent tekshirayotganim sababi men prosta ko'rib qo'yapman xolos, u o'zimning cho'ntagimga emas. Dokument chatoqlarni shtobi yo'lda deport qilib, olib qolmaslik, shtraflar yozmaslik uchun, voditelimizga shtraf qilmaslik uchun 5000 rubl, 6000 rubldan biz dokumentlarga rasxodga pul yig'ib olamiz, yo'lga javob qilib ketishga. Iloji boricha o'sha pulni yetkazishga harakat qilyapmiz. O'zi aslida 1 oylik patent Moskva hududida 8900 rubl hisoblanadi. Siz o'sha 8900 rublni bez dokument 5-6 oy yurdingizmi, 3 oy yurdingizmi, cho'ntagga solib qo'yib 1 oylik rasxod qilsangiz hech narsa qilmaydi. Keyin tamojniy rasxodda nimaga yig'yapsizlar degan ukalarimizga. Tamojniy rasxod so'mkalarda Rossiya hamda Qozog'iston tamojnilari tushirmaslik uchun shtobi bezovchi turishga harakat qilamiz. Kimda kim norozi bo'ladigan bo'lsa, sirazi aytsanglar, sirazi sizlarni tushirib avtobusdan отдельно o'tkazishga sizlarga imkoniyati bor. Ketmoqchi bo'lganlar murojaat qilaman. Avtobus ichki holatlari ideal holatda. Yaxshimikan avtobus? Ketsa bo'laverar ekanmi? Nima deysiz? Zo'r. Tavsiya qilsa bo'ladimi? Amaki yaxshimi? Tamirim, nima deysiz? Yaxshimi? Yaxshimi? Bovurlar, azamatlar ko'rsinmi? Azizlar, mana shunday komfortabil avtobuslar sizlar xizmatingizda.